Hurmatli YouTube'imizda tomoshabinlari, obuna bo'lgan o'rtoqlarim, tanish bilishlarim, yor birodarlarim. Mana bugun Xudo xolasa, avvalambor ertaga hayit bayramlaring bilan hammalaringda hayitlaring muborak bo'lsin. Bugun hozir pomidorlarni yonboshidan chiqqan nimalari bor ekan, o'shalarni olib tashlagani parnikka kirdim. Mana shularni olib, mana lezamni qo'llaringga обязательно nima kiyib olinglar, bo'lmasam bu qo'l sarg'ayib ketadi. Mana shunaqa mana olib, mana yangi chiqqan bachka deymiz. Boshqalar nima deydi bilmayman, boshqa joylarda. Bizda bachkisi deydi. Mana shu bachkisini yonboshidan olib tashlaymizda. Olib qo'ygandan keyin buni suvga solib qo'ysak, 3-4 kunda tomir otadi. 3-4 kunda tomir otadi o'rtoqlar. Mana shuni. Qumni kletkasi bor-ku. O'shani suvga solib qo'yib, har bitta nimasiga, tochkasiga bitta-bitta mana mana shuni suvga solib qo'yilsa, bitta tomir otadi. So'raganlar, tanish bilishlar, yor birodar, mahalladoshlarim so'rab qo'ygan, shunaqalarini nima qilib qo'ying deb. Mana olib qo'yapman. Suvga solib qo'yaman, yana o'zlari olib kirib ketib solib qo'ysa bo'laveradi. Mana o'sha yomon o'sib ketdi-yu. Mana shuni o'sib ketgani keragi yo'q. Mana bular kerak bo'ladi. Bir xil aytdi o'rtoqlar, gapirmasdan nima qildingiz, syomka qilyapsiz debdi. Hali aytiladi-yu, gap bilguncha ish bilgin deb. Sekin gapirmasdan o'zimizni ishimizni qilib keksagandan keyin shu yerga mana shu yerga chiqib yermak. Qushlar mana bular mana billa. Mana bularni olamiz billa hammasini. Bu o'rtoqlar yoshlar uchun emas-da bu narsa, hozirgi mehnatlarimiz hammasi yoshi ulug'lar uchun. Yoshi ulug'lar mana aytdi, nimaga erta tongda ko'chalarga chiqilyapti-da, fejaratga qilinyapti, qo'llarni orqaga qo'yib, mamlaqasiga olib yurilyapti. U foyda bo'ladimi? Hech qanday foyda bo'lmaydi o'rtoqlar. Qo'lni orqaga qo'ygandan keyin bu qo'l janavar qimirlash kerak, badan bunday nima bo'lishi kerak. Mana bu yerda turib, mana erta tongda chiqaman, mana iyilib, mana bunda qo'lada erta matanda nima bo'lsa chiqaman-da shetdan fejaratga qilaman. Turmush o'rtog'im ham chiqadi. Yarim soat ikkovimiz nima qilib fejaratga mana shu o'shaning uchun Xudoga shukr sog' salomatmiz. Aytki, kim bo'lib qishloqda yashaydiganlar erta tongda o'sha agarat hammada bor agarat. Yurishni o'rniga 5 minut, 10 minut shahar joyda endi iloji yo'q shahar joyda. Hech qanaqa shaharda endi o'sha yurganda ham bunday qo'llarni qimirlatib, aqa-baqa raqsga tushib qilish kerak. Endi o'rtoqlar tashqarida ham pomidorlarim bor, kartoshkam bor, o'shalarni ham bir ko'rib qo'yaman. Ko'chaga chiqamiz-da. Limonlarni gullagan limonlar mana hozir ayni gulga kirdi. Tashqariga chiqamiz. Savzilar mana, savzi ham bo'lib qoldi o'rtoqlar. Mana savzilarim Xudo xolasa 3-4 kunda savzi ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib, mana kam-kam sotishga olmasa ham o'zimizning xo'jalikka, o'zimizga bemalol yetib ortyapti. Mana balgasiga ekib qo'yganman ko'chatlarini. Hadi men buni olib chiqaman tashqariga. Pomidorlarni ham mana qo'yganman. Bizda beshariq shamoli yomon. Shamollar to'xtab qoldi. Erta-perta hayitdan keyin Xudo xolasa mana bularni olib chiqib tashqariga ekaman barini. Ko'chatam mana o'rtoqlar chovib qo'yish kerak, chovaydigan vaqt ham bo'lib qolibdi kartoshkalarimizda. Qancha ko'p iloji bo'lsa 3 kunda bir chovib qo'yilaversa
quyoshdan azot oladi, azot. Azot solish, terdira solishni foydasi yo'q. Terdira solgan kartoshka saqlab olmaydi, uzoq saqlab olmaydi, chirib qoladi. Mana bu o'zim uyga olib kirib qo'yaman, omborxonamga. To mana shu kartoshka bo'lguncha turaveradi. Chirimaydi ham, nima ham bo'lmaydi. Yoshqa ham solmayman, bir joyga uyib qo'yaman, turaveradi. Endi o'rtoqlar, mana shunaqa gaplar. Ular ertaga shalg'am bilan shug'ullanamiz. Shalg'am haqida ma'lumot beraman. Mana shalg'amlarim mana. Qanday yetishtirish kerak, qanday nima qilish kerak. Mana hayit ertaga mana shundan bo'ldi mana shalg'amlarim. Tashqarida. Hurmatli o'rtoqlar, like bosib qo'yinglar, podpisatsiya qilib qo'yinglar, podpisatsiya qo'yinglar o'rtoqlar. Ammo nima ko'p nima edi, ko'ruvchilar ko'p, nimani bosib qo'ymayapsizlar-da. Hop, xayrmazni ko'rishguncha.